Salom hammaga. Sizlar bilan men Veron FF. Bugun sizlar bilan akkauntimni obzor qilib ko'rsatib beraman va akkauntimga nechidan nech qo'yishlarni kommentlaringizda yozib qolishlarni so'rab qolaman. Videomizga like bosib, obunani bosib qo'yinglar. Bo'lmasa biz videomizni boshladik. Akkauntimizda Sklash bo'limiga o'tamiz. Fushiguro hamma anime qahramonlari olingan. Mana tezlashib ko'rsatyapman, o'zingizlar ko'ra olasizlar. Videomiz bo'lmasa cho'zilib ketadi. Mana boshlarimiz 130 ta kiyimim bor. Mana shunaqa musor akkauntda ana qilmaylar, lekin yaxshi o'zim noldan ko'targan akkauntim bu. Mana angelda ikkita angelim bor. Nice. Mana emotsiyalar. Kirib kelish kishtasan. Lekin sumkalar, mana sumkalarimiz 34 ta 50 ta futbox. Mana bunaqa hamma narsamiz bor deyadi. Bitta otdan tashqari transportimiz bor. Mana ramkalar uncha qiziqmas, bizga bitta kub bor edi. Arjular bo'limiga o'tamiz. Scar Megalodon MP5 va mana shuncha orujga naborimizda bor, skinlarimiz bor. 170 bitta. Mana kuchaytirishda mana emotsiyasi. Ha do'stlar, bu Scar'ning emotsiyasi. Scar 2, MP5 3 qilishimizga 2 qanchadir olmamiz kerak. Mana kitoblarim ham bor, bitta kitobim bor. Uruyan ham 59, bo'yoq propiska 3 marta olingan. Xudo xohlasa endi hamma bo'yoq propiskalar olishga harakat qilaman. Va mana meni gildiyam Sutloq usubi mahalla nomi qo'yilgan. Mana esa bizning primeimiz 11930 almas. 11000 olmas solingan, lekin o'shangaricha normal narsalarim bormi, yo'qmi kommentlarda qoldiringlar. Mana bizning hafta voucherlarimiz jami 500 almas yerda mavjud. Ha, kibrlanib ketmay, buni sizlarga hammasini qora ko'z, mana ekranda chiqqan qora ko'zni hammalarga bepulga podarka qilamiz. Shu joyda videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Videomizga like bosib, obuna bosib qo'yinglar.